Bo'g'irsoqimizga birinchi drojjani aparka qilib olamiz. Tezroq oshishi uchun. Ikkita, 3 ta choy qoshiq soldim. 200 gram suv solamiz. Bunga 2 qoshiq katta qoshiq shakar solamiz. Shuni aralashtirib qo'yamiz. Oshib olsin, ishimizni davom ettiramiz. 700 gram qaymoq olib isitib olamiz. Bunga 200 gram shakar solamiz. Buni ustiga mana oshgan drojjamizni solamiz, aparkamiz. Aralashtirib olamiz. Aralashtirib oldik. Endi shirinni ko'proq oladiganlar ko'proq shakar solasizlar. Bunga bitta choy qoshiq to'la choy soda solamiz. Mana choy qoshig'im kichkina edi, shunga 1,5 ta soldim. Aralashtiramiz. Bitta choy qoshiq razrahlichil qo'shamiz. Vanilin solish esingizdan chiqmasin. Choy qoshiqda 1 choy qoshiq uksus ham sovoramiz. 9% uksus, 9% bor yo'g'i. Bu ham ishib ko'tarib chiqishga yordam beradi. Bir choy qoshiq tuz solamiz. Albatta solish kerak tuz. Endi bunga 8 dona tuxum solamiz. Venchiyda yaxshilab aralashtiramiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin un solib xamir qoramiz. Yumshoqqina xamir qoramiz. Qancha un degani hozir ketishiga qarab aytaman men. Xamir qorayotganda qaranglar, 150 gram yumshatilgan margarin yoki sariyog' qo'shib o'ramiz. Endi qo'limizda yaxshilab xamir qoramiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Yumshoqqina mana. Hozir shu 2 kilo un ketdi. Misol uchun sizlarda sal ko'proq, sal kamroq ketishi mumkin. Shuni ham e'tiborga olinglar. Menda 2 kilo ketgan bo'lsa, sizlar uninglar sal boshqacharoq bo'lsa, undan ko'p ketib, undan kam ketishi mumkin. Buni oshiramiz endi hozir yaxshilab. Xamirimiz oshdi, bitta yaxshilab mushlab olamiz. Yaxshilab mushlab oldik, yana bitta oshiramiz. 20 minutlarda oshadi taxminan. Mana xamirimiz oshganini ko'ringlar. Yo, chak-chakimiz tursin. Mana zo'r oshdi. Endi bo'g'irsoqlarni yasashni boshlaymiz bundan. Ozgina keragini olib, hozir yasashni boshlaymiz. Birinchi bitta zuvala olaydi. Bo'lishga qilib ozgina. Zuvala qilib qo'ysam dam olib tursa, bundan bitta bo'lishga qo'shib so'ramiz. Yumshoqqina zo'r chiqdi o'zi ham. 5 minut dam olsin bu. Dam olganda ozgina xamiringlar ishib oladi-da, o'shanda yaxshi chiqadi pishirayotgan narsalar. Bo'g'irsoqda ham xuddi shunaqa. Bo'g'irsoqni ham ozgina pishirib olish kerak. Mana shunaqa hozir nimaga patnisga qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa yong'oqdan sal katta qaranglar. Juda katta qilmayapman. Katta qilib yuborsanglar hali rosa ishib ketadi. Qaymog'i, tuxumlar hisobiga yomon ko'p ishib ketadi bu. Shuning uchun kichikroq qilasizlar. Dumaloq qilib chiqamiz. Hammasini mana shunaqa qilib yasab olamiz hozir. Kichkinasini mana shu kichkina yong'oqdan ham kichkina olamiz. O'zimizni eski qora cho'llarimizni bunday botirib patir bo'g'irsoq shaklida pishirib olamiz. Kichkina olinglar. Katta olsanglar juda ham katta bo'lib ketadi. Mana shunaqa yasaymizda biroz dam oldiramiz. Keyin bu oshirma bo'g'irsoqimizni mana ozgina zuvala qilganlarni qaranglar, ozgina iriskadan olamizda ichiga solamiz. Bu majburiy emas, solsanglar ham bo'ladi, solmasanglar. Buni lekin yaxshilab yopishtirish kerak solgandan keyin. Pishirayotganda oqib chiqadi bo'lmasa mana. Shuni yaxshilab hamma yopishtiramiz. Dumaloq qilib qo'yib chiqamiz. Yana bittasini ko'rsatib beraman. Yeganda ichidan iriska chiqib juda mazali bo'ladi-da. Kamroq solamiz. Ozgina
uchlarini yaxshilab yopishtiramiz. Qattiq yopishtirib chiqamiz. Keyin shunday dumaloq shakl keltiramiz. Qo'yib qo'yamiz. Bularni aytganimdek xohishinglar bunaqa mazaliroq qilish nimasi ham bor-da, varianti ham bor. Shunaqa qilib hozir hammasini yasab chiqamiz. Bo'g'irsoqlarimiz hammasini yasab oldik, tindirib pishirishni boshlaymiz. Qaranglar, mana shuni chovlida yasab oldik-da. Biroz dam oldiruvdik, ishdi. Yaxshilab ishib chiqqandan keyin olib yog'imizni pastroq qilib qo'ydik. Baland qilsanglar rosa qizarib ketib qoladi. Mana birinchi pishganlari, mana ikkita qozonda pishiryaptik. Pastroq olovda pishiryaptik. Chiroyli bo'lsin deb. Mana pishiryaptik. Bu oshirmaligi uchun ana nimalari, izlari sal kamayib yog' bo'lib ketdi. Biz bitta xamirdan qilib yuryaptik-da hammasini. Bu boyagi iriska solganimiz. Mana ikkita qozonda pishiryaptik. Aytganimdek olovni pastroq qilib pishirasizlar. Hozir men orasini bo'lib ko'rsataman. Yog' shinmaydi. Eng asosiysi yog' shinmaydigan bo'g'irsoq bular. Mana qaranglar. Zo'r chiqdi. O'zi ham yurib, sinovchi yuvchini ham semiradigani bo'lib ketyapti. Bismillah. Rosa ham zo'r. Bular sal qizarib ketdi. Ustiga ozgina qand tupasi sepsa zo'r bo'ladi. Hozir hammasini pishirib olaylik. Mana bo'lishga olib qo'ygan zuvalamni ozgina un sepib, hozir yo'qa qilib yoyib olaman. Xamirni yoyib oldik. Margarin yoki sariyog' suramiz. Men margarin suryaptim. Yaxshilab surib chiqamiz. Yoyib olgan xamirimizga margarin surib oldik. Ustidan jigarin shakar sepib chiqamiz. Bizda jigarin shakar yo'q deganlar oddiy oq shakar sepaveringlar. Bu sal qimmatroq ekan. Qimmatroq bo'lsa ham shunaqalar ishlatishga olib kelib qo'ydim-da. Ozgina sepib chiqamiz. Ustiga endi ozgina koritsa sepib yuboramiz buni. Koritsa yoqtirmaydiganlar sepmay qo'yaverasizlar. Mana bo'ldi. Hozir rulet qilib o'rab chiqamiz. Yaxshilab. Oddiy usulda o'raveradi. Oddiy. Yana o'rab qoladi. Shunaqa qilib. Ana. O'rab oldik. Kesib chiqamiz endi buni. Yaxshilab. Listga qo'yib oldik. Ustiga salafan paket yopamiz, biroz oshiramiz buni. Ozginagina sinnabon bo'lsa qo'yib bitta xamirdan shu 3 xil narsa chiqyapti. Odam oldiramiz. Biroz oshirdik-da, duxovkaga qo'yib oldik. Endi pishishini kutamiz. Bo'lishkalarimiz pishdi, sinnabon bo'lishkalar. Olamiz endi. Bo'lishkalarimiz biroz sovidi. Bunga ustiga krem tush tayyorlab olamiz. Sinnabon ustiga xohlagan sливочный krem bilan olasizlar. Mana shu sливочный krem oldik, tvorожный sirni, qand tupasi qo'shdik, vanilin qo'shdik. Ozgina sut qo'shamiz, ozginagina. Yaxshilab aralashtirib olamiz hozir. Mazasi zo'r bo'ldi. Buni yaxshilab surib chiqamiz. Hamma yoqqa yaxshilab surib olamiz. Surib oldik. Ustiga xohlasanglar ozgina mak sepib qo'yasizlar. Mana shunaqa qilib bitta xamirdan 3 xil yegulik qildik. Bo'lishga, oshirma bo'g'irsoq, patir bo'g'irsoq ham qo'yib o'shandan. Sizlar ham shunaqa qilib tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Hozir patir bo'g'irsoq nimalarni ham ko'rsatib beraman. Mana qaranglar.
oxirgilari bucha hamma olib ketib qoldida pul ekanda sotib yuboribman oxirida bittasi olib ketayotgan joyidan ko'rsatyaptim sizlarga zo'r chiqdi. Mana bunisini ozgina nimalari iriskalari ochildi, lekin mazalari zo'r bo'ldi. Albatta har doimgidek tavsiya qilaman shunaqa oddiy mazali yeguliklarni tayyorlashinglarni. Sog' omon bo'linglar, yaxshiliklar diydorlashaveraylik.